A'lo kayfiyat barchangizga hamroh bo'lsin deymiz. Dilnoza, bugungi yoshlarning shijoatini ko'rib, faolligini ko'rib, to'g'risi havasingiz keladi, ha? Haqiqatan ham dasturimiz avvalda mana suhbatdoshlarimizning erishgan yutuqlar orqali ham biz bunga guvoh bo'ldik. Bugun o'sha yoshlarga yaratilgan imkoniyatlar ularni mana shunday bir aniq maqsadlar qo'yib intilishlariga zamin bo'lyapti. Dilnoza, bu borada ota-onalar ham demak muhim qoidalarga amal qilishlari lozim. Ya'niki farzandlarning bo'sh vaqtlarini to'g'ri taqsimlashlari kerak bo'ladi. Agar siz farzandingizni bolaligidanoq ularni qiziqtirgan bir sohaga yo'naltirsangiz, kelajakda albatta bu o'z mevasini, o'z natijasini beradi. Bu jarayonda farzandlarning qiziqishlarini ham e'tiborga olish lozim. Chunki san'atga qiziqadigan o'quvchi yoshlarni, o'g'il-qizlarni albatta san'at maktabiga, mashg'ulotlarga jalb qilish lozim. Bugungi taraqqiyot bilan hamnafas bo'lgan IT texnologiyalarga qiziqadigan o'g'il-qizlarni esa ushbu yo'nalishda albatta yo'naltirish kerak. Bu o'z natijasini beradi. Bu zamon talabi hisoblanadi. IT sohasida ham bugun yoshlarimiz juda ko'plab yutuqlarni qo'lga kiritmoqda. Hozirgi sahifamiz ayni shu mavzuda. Bugun zamonaviy texnologiyalar hayotimizning har bir sohasiga kirib kelgan. Ayniqsa, ta'limda raqamli imkoniyatlar yoshlarga yangi ufqlarni ochmoqda. Jumladan chet tillarni o'rganish IT sohasida dasturlashni o'rganayotgan yoshlarga yordam beradi. Bu jarayon endilikda odatiy darsliklar bilan emas, balki innovatsion dasturlar orqali amalga oshmoqda. Ingliz tili to'garagiga qiziqishim borligi sababli men Barkamol avlod maktabiga kelib qolganman va men hozirda IT sohasini ham ancha qiziqaman. Va bu sohani ancha rivojlantirish va yaxshi tushunish va o'rganish uchun menga chet tillariga men ancha muhtojman va men chet tillarini o'rganishni xohlayman va davom etaman. Men IT sohasida Scratch, Arduino va boshqa bir programmalarda, ya'ni dasturlarda ancha ko'p ishlayman va men o'zimga kerakli bo'lgan va butun jamiyat uchun kerakli bo'lgan veb-saytlarni yarataman. Men aslida Garvard universitetiga kirmoqchiman va bu uchun menga IELTS va IT sohalari kerak bo'ladi. Negaki kelajak zamon uchun hozirgi texnologiyalar rivojlanmoqda va hozirgi zamonni rivojlantirish uchun IT sohasi juda ham muhim. Va men kelajak zamonni rivojlantirish uchun bilim bo'yicha programmalar va sport bo'yicha dasturlar yaratib, bolalarni uydan o'tirib ta'lim olishiga yordam bermoqchiman. Ayni paytda mamlakatimizda minglab o'quvchi va yoshlar dasturlash sohasiga qiziqishi yuqori darajada ekanligi kishini quvontiradi. Yoshlar dasturlashni o'rganish orqali o'z loyihalarini yaratish, startaplar tashkil etish yoki xalqaro musobaqalarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Maktablar va ta'lim muassasalarida zamonaviy texnologiyalarga asoslangan darslarning joriy etilishi yoshlarga yaratilgan imkoniyat. Yosh dasturchi to'garagi rahbariman. Hozirgi vaqtda yoshlarimiz IT sohasiga qiziqishlari juda ham ko'p. Shu uchun bizni to'garagimizda anchagina o'quvchilar tahsil oladi. Yoshlarimizni boshqa juda ham ko'p sohalarga qiziqishlari kundan kunga ortmoqda. Shu qatorda robototexnika, dasturlash, IT sohasidagi boshqa mutaxassisliklarga qiziqishlari juda ham zo'r. Eng muhimi, IT sohasida dasturlash yoshlarda o'z ustida ishlash, qat'iyat va sabr-toqat kabi insoniy fazilatlarni ham rivojlantiradi. Shunday ekan, kompyuterda dasturlashni o'rganish bugunning emas, balki kelajakning poydevoridir.